Bugun 14-noyabr, xudo xolasa navbatdagi 10:30 do'konimiz Navoiy viloyat Karmana tumaniga tayyorlab, mana qurib berdik, xudo xolasa. Mana postga yetmasi, mana birinchi svetofor. Mana shu svetofordan sal yurganda post, mana shu yerda o'ng qo'l tarafda. Buxorodan Samarqandga ketish yo'li, mana o'ng qo'l taraf. 10:30. Mana bo'ylari ham baland qilib berdi, 3,5 metr. Mana toshlari, ikkita xona, mana mokri mebel svet, ishlarini ham olaman. Mana MDFlar ham bor bo'yiga tikkasiga bosildi. Eni 3,5, uzunligi 10 metr. Ikkita xona, mana ko'rishlaringiz mumkin. Oldi oyna, mana bu yoqda 2 metr yopiq joy. Bu tarafi ham xuddi shunday. Ikkinchi xona. Mana 2 metr yopiq joy. Bu yoqda 2 metr oyna. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib respublika bo'yicha dostavka qilib beramiz.